Salom, men hozir 1 dollardan 100 ming dollargacha bo'lgan kompyuter keyslarni sinab ko'raman. Va hozir esa biz 1 dollarlik notebookda oldi turibmiz. U juda ham eski, taxminan 15 yil avval chiqqan. Buni sinab ko'rish uchun biz Minecraft o'ynaymiz. Bu senmi? Bu sen ekansan. Xo'p, 9 FPS buni qaranglar. Bizda ozroq yer, daraxt va bomba bor. Yo'q, men buni ushlab ko'rgan tayini. Qani? Wow, muchassiq. Mayli, yaxshi. Sen bombani portlatchi. Qoch oz portlaydi. Qani? Bo'ldi? U hozir yo'qolib qoldi. U turgan joyida yo'qolib qoldi. Qaranglar, endi 100 dollarlik kesga o'tamiz. Albatta buni ko'ring. Juda ham zo'r. Va endi bu safar bomba portlatmaymiz. Bombalar bizni portlatadi. Qiyin bo'ladi-yo. Buni ko'rdingmi? Ikkita bo'lib qoldi. Oh my god. Buni qaranglar, bu juda ham qiyin-ku. 27 FPS olyapti, yaxshi. Wow, FPS tobora tushib bormoqda. Buni qaranglar. Sen Minecraft oddiy o'yin deding-ku. Jimtir. Buni qaranglar, FPS tobora tushib bormoqda, lekin bombalar ko'payapti. 5, 4, 3. Nimaga? 2. Iltimos 1 bo'l. 1. Voy, hozir o'yin tayyorladi bizda. O'yindan chiqib ketdi. Lekin yaxshi kompyuter ekan, bo'ladi o'ynasa. 0. Ana bo'ldi. Xo'p, rahmat. Endi navbat 5000 dollarlik keysga. Menga Nolan yordam beradi. Nolan bu vertolyot bilan meni o'ldirishga harakat qiladi va men bu keys bilan yashab qola olamanmi? Tirik qolmaysan. Xo'p, endi ko'ramiz. Bu videoda Jimmy qatnashmaydi va uning kanalida ham chiqmagan. Boshladik. Qani? Men boryapman. Yo'qol vertolyotingga. Men boryapman. Xo'p, qani vertolyotim? Karl, qayerdasan? Uchyapti. Shu ahmoqona-ku bu. Men vertolyotda tinitib o'tyapman. Bu g'alati-ku, men bomba deb o'ylagandim, lekin mazza qilyapman. Nechta otasan? Xo'p, Karl, qayerdasan? Seni o'lishingni xohlayapman. Bu keysda men musor deb atolmayman, lekin haqiqatan ham musor. Sen butun qasrda dabdalasini chiqarding-ku. Albatta. Endi sen Mr. Biz Gaming kuchi deb o'ylaysanmi? Albatta yo'q, bu kanal undan ham zo'r. Rahmat. Qayerdasan? Seni o'ldiraman. Albatta topa olmaysan. Butun qasrda vayron qilding. Hamma yoq yonib ketdi. Bar topa olmaysan. Seni o'ldiraman. Jonim yorim bo'lib qoldi. Seni o'ldiraman. Sen yaqinda o'lasan. Voy, butun qasr dabdalasi chiqdi. Jonim juda ham kam qoldi. Mendan qochib qutula olmaysan, FPS bormoqda. Bu yoqqa yurma. O'lasan. Mana bu qasrda qaranglar. Xo'p, qani tashqariga chiqaychi. Voy, FPS bormoqda. Voy, o'laman. Namuncha o'lishing qiyin seni. Yaxshi, iloji boricha qochish kerak. Ana, voy, o'lib qoldim. Ana shunday. Ko'rdingmi, loq? Hali sen bilan gaplashamiz. Qachonligini aytaman, qachon? Hozir ko'rasan. Hozir biz 25000 dollarlik keysda oldi turibmiz. Bu shahar va ustimizga bombalar yog'iladi. Tariq, tayyormisan? Nima edi? Boshladik. Xudoyim, qoch. Iloji boricha qoch. Hop, Karl. Men seni ko'rdim. Aldama. Mana u senmisan? Ol buni. Yaxshi. Yana nima? Qoch. Bu haqiqatan juda ham katta portlash bo'lyapti. Orqangga qara. Sen ham men orqamda yuribsanmi? Men vahshiyman-ku. Bu yerda juda ham chiroyli ekan, buni qaranglar. Juda chiroyli. Wow, Tariq, bas qil. Bu men emas. Endi menda. Xudoyim, FPS o'ynashini qaranglar. Wow, tushib ketyapti. Bu juda ham chiroyli ekan. Tariq, yana senmi? Yo'q, men emas. Endi men, uzr. Qayerga ketyapsan? Yo'l bo'lsin. Sendan qochaman baribir. Mana ol.
Hay, qayerga tushib qoldim? Bu yerdan chiqib bo'lmayapti. Hozir yordam beraman, qoch. Mana senga yordam. Rahmat jigar. Meni urish shart emas ekan. Bu shuncha payt o'ynagan eng zo'r o'yinim bo'ldi. Faqat chuqurchani ichida. Hay, qoch. Voy, chiqolmayapmiz. Jonimni qaranglar. Qani? Jonim yarimta qoldi. Qachon o'lasan sen, ha? Voy. Voy, o'ldim. Rosta, men yutdim. Buni xursandligini qarang. Albatta, chunki men baxshiyman, yutdim seni. Yaramas ekansan. Chunki men yutdim. Va do'stlar, biz jiddiyroqiga o'tamiz. Hozir sizga eng zo'rini ko'rsataman. Final. $100,000lik keysda oldida turibmiz. Bu keys mana bu insonniki. Turishini qarang. George, biz $100,000lik keysda o'ynayapmiz. Wow, devoldi qara. Juda ham haqiqiy-ku. Osmonga qara. Voy, bulutlar juda ham chiroyli-ku, albatta. Mayli, buni qara. Bu loyni ko'ryapsanmi? Wow, juda ham chiroyli-ku. Albatta, buni aytma. Hozir biz suvga borib ko'ramiz. Suvda tay juda ham qiziq. Baliqni qara. Haqiqiga o'xshamaydi-yu, lekin mayli bo'laveradi. Hozir ko'ryapsanmi? Sakson Febesda o'ynayapmiz. Shuncha go'zallik atiga sakson Febes ko'taryaptimi? Juda ham zo'r-ku. Sen uni qo'y. Mana bu odamni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Hozir u umrida ko'rmagan narsani ko'radi. Biz $100,000lik keysda butun bir shaharni portlatamiz. Butun dunyoni portlatamiz. Va manakay. Butun dunyo TNT bilan to'ldi. Juda ham qiziq bo'ladi. Sen umringda biror narsani ko'rganmiding? Yo'q. Do'stim, biz kutgan vaqtlar kelyapti. Hozir portlatamiz. Tayyormisan? Hay Gitler. Qani, qoch. Xudoyim, Febes tushib bormoqda. Bu narsani kompyuter birinchi marta ko'ryapti. Sen Febesga e'tibor ber. Voy, juda ham tushib bormoqda, lekin bu go'zallik oldida yig'lashda iloji yo'q. Xudoyim. Hozircha 100,000 tadan ortiq TNT portlab bo'ldi, lekin biz kutyapmiz. Qolganlari qachon portlaydi? Bilmasam, menimcha hozir portlayapti. Qoch! Voy, qoch! Qoch! Sizga aytsam $100,000lik keys hammasidan ham yaxshiroq. Xayr do'stlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xayr, ko'rishguncha.